Bugungi videomizda 2024-yil, 2025-yil dunyoning eng zo'r igrogi bo'lib turgan Donkni nasrokasida o'ynab ko'raman. He's dominating on such an insane level that we've never seen from any other player in the history of the game. Xo'p, mana Donk KFG'sini ham qo'yib oldik. KFG'ni qayerdan oladi va qanday qilib qo'yishni o'zimning Telegram kanalimda sizlarga o'rgatib ketaman. Telegram kanal albatta video opisiyanasida yoki kommentariyasida bo'ladi. KFG'ni ham qo'yib oldik. Endi o'yinga exec Donk yozamiz, chunki men Donk deb sanayni qilganman. Xohlasanglar sizlar xohlagan nomlarini qo'yib turib, exec qilib turib bossanglar, bo'ldi. Hamma narsa o'zgardi. Donkda sensasiga o'zgardi. Ovozlar ham o'zgargan. Bu yerda sensitivity-ni ko'rsagan 1.25, hamma narsa Donkga o'tdi. Atak hozir yaxshi, otishlar, sensaga o'rganishim normalniy bo'lyapti. Xullas, endi biz Faceit o'ynagani ketdik. Donk xatda o'ynaydi, konda o'ynaysiz. Unda srazu bitta konni yozib qo'ymasak bo'lmaydi. Hozirdan keyin band qilib, men kon o'ynayman, uni qilaman, buni qilaman. Ish bo'lmasligi uchun. Tak, biz ham kondan boshlaymiz. Chunki Donk kon Подвал. Перейти к этому один. Фаер один просто. Telegram yozma. Danya Donk! Donk tut. Under, блядь. O'yinimga qarab hozir bitta ham o'talmadi, o'zicha pisik like deyishlari mumkin. Prosta bu meni sensam emas, tushunibsizlar? Meni sensam emas, meni razрешение emas. Men 16 ga 9 da o'ynayman. Tushuninglar, turga 3. Men oxirgi marta 1 yilcha oldin o'ynaganman turga 3 da. Normal. Tak, Danya Donk qanaqa o'ynaydi? Xuddi shunaqa o'ynaymiz. Men demkalarini ko'rib chiqdim. Можете дропать M-ku, желтый. Xullas, nima qilar ekan? Drop it. Son call, дай. Батя мусор! Светлого, 1 хп. Убили его. Палцы бил. Палц еще. Убил. И 2 пит был, наверное. Но не факт. Оу, найс! Нормально. Yaxshi. Ketadi-yu. Короче, bitta narsa ko'rgan edim. Hozirlar uchun kurs bo'lib ketaman. O'rganib olinglar, juda kerakli narsa. Donk bu ishni Faceitda juda ham ko'p qiladi. O'rganinglar. Bilad. Ёб твою мать. Ема Donk! Блядь! Бля. Ладно. Ikkita o'ldirdim, ha? Ikkita o'ldirdim, yetadi. Короче, Donkni shuni qilamiz. Rampa ayuk. Ебать, я мусор! Я мусор! Тут питом. Блядь. Ну как я умер? Qanday o'ldim? Hop, mana. Foto shu qilasizlar bo'ldi, turasizlar. Кон никто не играет у вас сейчас. Яма. Стул. Может быть по сходам или шорт?
Nice, nice. Nice, вот это игра, mana, вот это игра. Yaxshi. Minuslar beryapman. Ko'rdinglarmi? Qanday qilib o'ynash kerak? Bu donk mentality deyshadi buni. Gap bo'lishi mumkin, lekin donkga qoyil. Har xil narsalar. Hozir yana bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Donkda eng zo'r fishkasi, donkda. Donk mentalityni ko'rasizlar hozir. Qaranglar, tomosha qilinglar. Donk mentality. Андер. Тетрис может быть. Hazırlaştım. Donk mentality emas bu. Donk mentality bu. Birga bir. Donk mentality. Hangi mani ko'rdi? Hangi mani bildi? Bilat. Agar men o'zim razreshini ham bo'lganda o'ldirardim, mana shuni. Uf, anta говорим, anta, chatga anta yozmasanglar bo'lmaydi. Chatga anta yozinglar tez. Bunaqa momentdan keyin. Вышел, яма. Еще яма, Тетрис, пачка, Тетрис. Кипал срою. Я док! Я док! Пан док qilinglar. Safe! Ебать я их обоссал, mana yerda. Ебать я играю, блядь. Bugundan 16 ga 9 chiqaman, 4 ko'chda trenirovka qilaman deyman. Hazillashdim. Bugungi videomiz sponsori GGDrop sayti. GGDrop saytida omadingizni sinab ko'rib, skilllar chiqarib olishingiz mumkin. Hayotgancha battle case funksiyasi ham mavjud. Bu saytda nafaqat case ochish, balki upgrade va kontrakt funksiyasi ham mavjud. Skilllarni chiqarib olish uchun shunchaki trade silkasini bossangiz bo'ldi. To'lov turlari Visa karta va O'zbekistondagi barcha kartalarda to'lov qilsangiz bo'ladi va Grinch program ishlatish orqali 9% bonus olishingiz mumkin. Кон может сделать. Яма. Да он между, братан. Bla, yana men o'talmadim, ha. Normal. 7-5 normal, lekin normal. Bla. 8 yil o'ynayman, chunki donk 8 yil o'ynaydi. Nimaga bizda? Bizda APK yuribdi, blять. Mer. Low tapdan ajoyib kill shot. Что они делают вообще, блядь? Все, у вас один надо. Зук. Пошел? Шорт. Да, он jinni ku jinni. Shortdan manaqa kelgan barand noshda, chiqoq. Mana rasta o'ldirib turadi. Mana rasta o'ldirib turadi. Lekin bilmaydi beta donk turganini. Donk delayt tut. Poh. Right. Да, первый. Бил. Дал джангл молик. Подшор савли. Вообще должен быть двое. Mana shuni qilaganga 50 ming so'm beraman. Voy, o'lib qoldi. Voy? Qaranglar. Все, забейте. Bir comeback berib tashayapmiz. Comebacklarni berib tashayapmiz. Bizda bitta idiot chiqib ketgan. Gasmaki. Blять. 12 bir comeback'ni berdi jigarlar. Mid.
Запушил выиграть. Бля, ноги, man, o'yinlarim o'ynamaydi hech qayerda. Надо сходить как будто, сейчас может быть. Gaga. Xo'p, o'zinglar video davomida ko'rdinglar. Dongit kafegasida o'ynab ko'rganimni. Video menimcha juda ham qiziqarli bo'ldi. Keyingi videoda qaysi pro igrok kafegasini sinab ko'rishimni yozib qoldiringlar. Menga to'g'risi Dongit kafegasi yoqdi, faqat menga noqulaylik tarafi razрешение o'zgargani bo'ldi va ikkinchisi sensada eng katta bilasizlar, sensa ko'p narsani hal qiladi. Sensa juda tezlik bo'ldi. Menda juda tez bo'ldi. Meniki jicha pastroqligi uchun menda 1 sensa turadi. Dongitda 1.25, 25 qo'shilsa ham ancha bilindi, juda ham tez qimillab turgani menga juda ham sezildi. No, ko'rdinglar deydilar video davomida. Albatta videomizni yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling. Peace out.